Hürmetli vatandaşım, lüksümüzü devamlaştırırız. Biz ötkende sizlerge George Soros, Amerikalık savdogar, mablag' salgıcı dünyavi adam, dünyavi baylıqıga adamның Jungoda Shangang pulini, Jungo pulini qurg'idab qo'yishning ma'nosi qimmatini tushirish deb deganlik bo'lsa kerak. Shu to'g'rida bir qancha qatim to'xtalgan edik. Enlikda bugun sizlarga shu to'g'rida yana Xitoy pulining taqdiri to'g'risida leksiya so'zlaymiz. Yaponiya minos o'sim bilan hujum qildi. Pul muomala urushining piltisiga o't yoqdi. Mavzuli xabar 1-ayning 30-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Yaponiya Markaziy bankisi 29-kuni to'satdan minos o'sim siyosatini yo'lga qo'yib, Yaponiya yenining ayriboshlash bahosini 1-ayning 29-kuni bozorda 2,2% tushirib etdi. Tahlilchilar bundoq ko'rsatdi. Yaponiya Markaziy bankisi minos o'sim siyosatini yo'lga qo'yib, Yaponiya yenining qimmatini tushirib, Yaponiya bankisining eng yangi siyosat qarori Jungo Markaziy bankisining pulini qo'yib o'tish, pulni qo'yib o'tishga besim paydo qilib, xalq pulining Yaponiya yeniga agishib, qimmatini tushirishi mumkin. Hatta texmi ilgirlagan holda yer shari bo'yicha pul urushining o'tini yoki piltisini yoqishi mumkin. Yaponiya shunday qildi, yer shari bo'yicha pul urushining piltisini yoqishi mumkin. Bloomberg agentligi iqtisodshunosi Jin Shivenning so'zlaridan naql keltirib bunday ko'rsatdi. Yaponiyaning qimmati tushadigan, Yaponiya yenining qimmati tushadigan bo'lsa, xalq pulining qimmatini tushirish besimga duch keladi. Demak, Yaponiya yenining qimmatini tushirib yetadigan bo'lsa, demak, shartsiz holda xalq pulining qimmati tushishi kerak deydi. Va agish bilan xalq pulining qimmati tushadi. Jungo Markaziy bankisi o'tgan yil 11-oyda o'simni va tayyorlik fondi o'simini tushirgandan keyin to'plik o'simni va omonat qo'ygan tayyorlik fondi o'simini qayta tanishmagan. Lekin Yaponiya yenining qimmati tushgandan keyin agar Jungo Markaziy bankisi muqim pul sivetini saqlab qolishni o'ylasa, harakat qo'llanishning besimi ko'payishi mumkin. Bu yerda pul sivetini saqlab qolish zaruriyati tug'iladi ekan. Yaponiya yenining qimmati davomli tushadigan bo'lsa, Yaponiya yen deydi pulni yaponlar. Yaponiya yenining qimmatining davomli tushadigan bo'lsa, huquq bilan savdo birlashgan ahvolda xalq puli yana o'sishi mumkin. Demak, bu yerda pul o'zining rolini joriy qildirish o'z qonuniyati bo'yicha emas. Buningga siyosat aralashadi. Jungoda savdo tijorat siyosat aralashadi. Shunga huquq bilan pul munosabatida Yaponiya yeni tushgan taqdirda Xitoy bu pulning qimmatini saqlab qolishi va o'stirishi mumkin. Xalq pulining qimmati o'sishga majbur bo'lib, qimmati yana tushishga majbur bo'lib, demak, xalq puli, Xitoy puli ham o'stirishga majbur bo'ladi, ham tushishga majbur bo'ladi. Demak, bu majbur bo'lish degan so'z buning tushishni to'xtatib qo'yish yoki o'sishni to'xtatib qo'yish, qatirib qo'yish huquqi yo'q degan gap. Ya huquqing bo'lsin, buni kontrol qilolmaysan, chunki bu pulning o'zining qonuniyati bor degan gap. Yer shari bozorining tavrinishini keskinlashtirib o'tish mumkin. Demak, shunday bo'lganda ham Jungoning ham yer shari bozorining tavrinishini keskinlashtirib o'tish mumkin deydi.